xotinni o'z vaqtida ta'minlab qo'ysa, xotin ko'chaga chiqmaydi. Ko'chada. Nimaga begona erkak bilan yurding? Nima qat'iyingiz ko'zingiz nima ko'rmayapti yurgan bo'lsam. Dattavo bilmaysiz, sutkalab, oylab uyga kelmagansiz, bilmaysiz. Hop, men ishda bo'lganman. Hop, ishda bo'lsangiz. Nimaga begona erkak bilan yuryapsiz? Ishda bo'lsangiz, nima pulingiz yo'q, hech nima. Nimaga? Nima haqqing bor seni yurishga? Erim kelmasa, puli bo'lmasa, begona erkak bilan yurish kerakmi? Voy, chala bo'lib ketmaganimga rahmat. Men hali fohisha bo'lib ketmaganimga rahmat. Fohisha bo'lib ketishing kerak. Bunaqa er xotin fohisha bo'lib ketish kerak edi allaqachon. Qolganlar yurgan ekan-da. Hammasi yurgan-ku sizdek kalar xotini. O'lganing yaxshi sal bor. Darmani er xotin. Tiling qursin seni iflos, tiling qursin. Mana-chi, yo'qoting, yerimga tegmaychi, yo'qoting. Boshidan ma'lum edi o'zi. To'ydan keyin qachon qizlar telefon qilishni boshlagan. Hali unisi chiqdi. Shunchalik ham latta bo'ladimi eriga? Shunchalik ham so'ligini eplolmaydigan bo'ladimi erkak kishi? Ha? Mana ovozi mana. Unisi chiqdi. Mana xotin bo'lib, men bering o'sha qachonini nima ber karomat ko'rsatdi. Nima karomat ko'rsatding? Qatta ko'rding? Ha? Qatta ko'rding? Nimaga sen telefonini? Qatta ko'rding? Shergacha olingan. Men sherdan kelgan. Boshda o'ng tarafim suyagini polnay yo'q. Hali ham Allohning qudrati ekan. Kechalar tahajjud o'qiganlarimni to'xtamay joynamozda turib Allohdan so'raganimni yashash uchun kurashib o'ziga keldi. Bu akani o'rinlarga o'zingizni qo'yib ko'rib, hamma joyi sog' bo'lganiga shukr qiling. Birinchi o'rinda so'raydigan narsam shu. Akasi bilan chiqib shu mashina yuvib kelamiz deb avtohalokatga uchragan. 99-yil o'lim. Voqea joyida olamdan o'tdi. 5 oyda boshidan mana 9 marotaba operatsiya bo'lgan. Ovqatlanish qanaqa katta ne'matligini hozir mana shu akamiz orqali sizga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Ovqat shu yerdan berasiz? Ha, mana shu yerdan beraman. Suvda ham unaqa qo'yib ichadi. Shunda oshqozonlarga bu ovqat yetib boryapti-da. Ha, mana shu yerga mana oshqozon. Bu ham mana bunaqa bu qonli ko'p yil qo'yilgan ham biri. Ovqat chiqib ketyapti bu yerdan ham. Bergan ovqatimiz keyinroq chiqib ketadi, yutalsa. Mana shunaqa qilib ovqatlantiramiz baland. Qo'llarini ham mana chaqaloq qanday bo'lsa shunday. Hech kim farzand o'g'li kiymasin baland. Balam uchun to'xtovsiz kurashyapman, to'xtovsiz. Ehson qiladigan yaqinlaringizga mana shu videoni tashlaysiz. Dalolat qilasiz. Sanam ehson qil, ey inson. Agar sen shu holatda bo'lganingda nima qilarding? Shukrki, seni holating sog'lom. Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi? Mana shu shukr haqqini ado etish uchun ham yordam berib, ehson qilish qo'lingizdan kelmaydimi?